Hammaga assalomu alaykum. Bizlarda navbatdagi sotatan uyimiz birdanina bir emas, ikki emas, bir 3-4 joyli bo'lish imkoniyati bor. Uyimizning obzori bilan tanishtirib, video davomida nechun bunday deganimni tushunib olasizlar. Obzorda boshladik, ketdik. Uyimizning fasad ko'rinishi uzunligi 22 metrga 14 metrga joy solinib turibdi. 22 14 ga joy solinib turibdi. Shiferlar ishlangan, to'qlari montajlari Yevro montaj ishlangan. Ichida planni ko'rsangiz, gap planda remont degan narsani malyarkani liboy adam ishiradi pul bo'lsa, lekin joyning boshida planni yaxshi etmasangiz, oxirida qiynalasiz. Planni ko'rsatib chiqamiz, ketdik. Uyimizning kirishi shunday katta koridor, bu tar emas. Kirganingizdan g'ippoqchim kundalik o'tirsangiz shunday hol bo'ladi. Uyimizda 2 zal, 4 tana spalni. Kirgandan chap qo'limizda birinchi zalimiz razmeri 5 ga 7,5 zalning kengligini qarang. Patologlar gipsakordan ishlanib turibdi. Saman suv, to'pon suvlar urilgan, tekis bo'lib turibdi. Sirtidan malyarkani ishlab ko'tarasiz srazi. Bu yerda 3 tana spalnimiz buni. Chap qo'lda 1 spalni, 5 ga 4. Ko'chaga qarab akfayna qo'yilgan. Bulardan ham patolog ishlanib turibdi. Alinganda bu yoqda yana bir shunday ulug' spalnimiz. Mana bu yoqda buniki yanday garderob ishlatib olsangiz bo'ladi. Mebel qo'ygan vaqtingizda shunday xonani ochadi endi. Pollarni laklar ham urilib turibdi. O'sha pollar ajoyib bo'lib turibdi taxtadan. Bu yoqqa mana peshorlar tashlab ketgan. Podval spalniga podval qo'yib ketgan mana. Bu spalnining ham razmeri 4 ga 5, bu yoqdagi esa tak 4,5 ga 5 bo'ladi. Shunday koridordan qaytib chiqamiz. Alinganda ikkinchi zalimiz ko'chadan kirganda 10 qo'lda bo'ladi. Mana bu ham shunday, xuddi shunday keng razmerdagi zal. 7,5 ga 5 akvarium qo'yilgan, patologlar ishlangan, tayyor. Shunday patologlarning hammasi bir malyarkaga kelib turibdi. Shunday bir ajoyib bir noz eshiklaridan qo'yib olsangiz, bag'ati ko'rsatib turadi uyda. Bu yoqda esa yana bir shunday katta spalnimiz bo'ladi. Tak, 5 dan ham ziyod bu razmeri. 5 ga 4,5 ma, 5,5 ma, 4,5 ma shunday spalni. Alinganda sizga yana bir maslahat menda o'zingizning ixtiyoringizdagi narsa, bu yer kuxnya bo'ladi. Agar menga bunday kuxnya kerak emas, men bu yerda koridor etib qo'yaman, haqiqatga chiqib ketaman desangiz, menga 3 spalni bo'ladi desangiz, ana shu yerda kuxnya qilib olsangiz ham bo'ladi. Yana bir fikr bu. Bu yoqda mana vanna sanitariya uchun xonasi ajratilgan, koridorlari chiqqan, suvlar uchun ular tortilib turibdi, polni. Suvimizga suv yog'ini, arison qo'yish hamma narsasini taxlab qo'ydik koridorlarni. Endi esa bu orqaga chiqishimiz bo'ladi. Orqaga ham chetaklari ishlangan. Polni hamma joyning hamma yerine to'pon saman suvidan ishlangan, tep-tekis bo'lib turibdi. Endi orqaga yer maydoni. Yer maydoni shunday ulli 16 sotik. Bu yoq qaptalında da ochiq yeri bor. Salma suv kelib turibdi. Прямой suv ustunda qaptalında joyning ochiqlik yeri bor. Bu yoq qaptalından bir ko'rsatib beramiz. Erinmay videoda ko'rsatib o'tganlar uchun. Joyning qaptalından mana ko'cha tushgan. Endi ko'cha ishlab olmaganlar, lekin mana qaptalli ko'cha bo'ladi. Bu qaptalni o'tganda orqa yog'ingizga yanda aytganimizday bir degandan 2-3 dona joyli bo'lishning siri orqa yog'ingizga 2 sotikdan 3 dona joy tushirib olsangiz bo'ladi. Xalasangiz sot berasiz, xalasangiz bir chiroyli deb 6 sotikdan 1 dona joy tushirib, yanına bir malxonami, qo'y qo'rami, qovunxonami, yo orqa yog'ingizda bir chiroyli deb bog' etib qo'yasizmi? Yer maydoni u yerda xalagan narsangizni yashasangiz bo'ladi. Bu yarashaveradi. Bahasına keladigan bo'lsak, bahasi $65,000 aytilyapti. Qaytlatgan kelishlarlari bor. Pastga ESM nomerlarini yozib qoldiramiz. Adresimiz Pajannik Amandaning ko'chasi. Kirib kelasiz. Chinor to'yxonaga o'tib ketmaysiz. Sazanchik kafening yonidan kirib kelganingizda ko'cha o'zi aylantirib berib keladi. Ko'chadan kelib chayib aylanasiz, keyin zikashni bo'ylab 10 aylanasiz. Aylangan yeringizda Anvar Matmurodovning uyining manglayida solingan, toza solingan 16 sotikli uyimiz. Hali hech kim yashamagan birinchi yashitan odam siz bo'lasiz. Ana shunday uyingizda birgalikda videoni обязательно yeberib qo'ying. Sizlar bilan men Ixtiyor Michanovich. Ana shunday uylar hammaga nasib etsin.